Do'stlar, assalomu alaykum. Yaxshi yuribsizlarmi? Hozir sizlarga bitta ajoyib biznesni ko'rsataman. Ishlab chiqarish biznesi. Qishda ham, kuzda ham, bahorda ham, yozda ham shu ishni qilishingiz mumkin. Chunki sezon tanlamaydi. Hozir usta bilan gaplashamiz. Usta, yaxshimisiz? Yaxshi aka, rahmat. Charchamay yetib oldingizmi aka? Rahmat. Xo'p, qarang. Oyiga rostdan ham $15,000 topsa bo'ladi. Mana shu biznesda. Albatta aka. Bemalol O'zbekiston sharoitida ham aka, endi unga chiqarish obyomiga qarab chiqaveradi aka bu ham. Chiqarish obyomiga qarab chiqadi. $10,000, $15,000, $30,000gacha topadigan zavodlar bor aka o'ziga orqali. Demak, azizlar, eslatib o'taman, gazoblok ishlab chiqarish hozirgi biznesda, undan tashqari polistroblok hamda terma Pinablok biz. Pinablok, terma. Pinablok deb adashib ketadim. Pinablok, gipsoblok degan-a? Ha, albatta. Tushunarli. Hozir biz mana shu haqida gaplashamiz. Ilojini boricha do'stlar oxirgacha tomosha qilsangiz, juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Biz hozir Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qo'g'ay qishlog'idamiz aka, xudo xolasa. Zo'r. Biz videorolikni boshladik. Boshlashdan avval agar sizlarga malol kelmasa, do'stlar, bittadan like-ni bosinglar. Biz informatsiya berishni boshladik. Xo'p, demak, gazoblok ishlab chiqarish. Gazoblokka nimalar ketadi ishlab chiqarish uchun? Gazoblokka endi asosan sement, qum ketadi aka. Qolgan narsalarni qayerda oladi, nima oladi, uni aka 100% hamma uni o'rgatamiz aka. Mahsulot tomonlama O'zbekiston sharoiti muammosi yo'q aka. Sement bilan qum asosan ketadigan rasvot aka unga. Zo'r. Sement, qum va undan tashqari mayda-chuyda o'zini ximikatlari bo'ladi. Pudralari bor aka. Uni texnologiyasi qanaqa? Texnologiyasi aka endi asosan qolip, mishalga, shulardan iborat aka, reska. Shulardan iborat aka. Demak, azizlar, qaranglar. Gazoblok ishlab chiqarish uchun bitta komplekt o'zini apparati bo'ladi. O'shani sotib olasiz, o'rgatadi, usta o'rgatib qo'yadi. U narsaga bitta mishalka ketadi. Qaysi mishalka? Xo'p, mana bu yerda ko'rsatib boradi. Bitta mishalkamiz ketadi aka. 2 dona yarim kubalik 0.43 forma qolipimiz ketadi. Qolipimiz bu tomonda turibdi. Qoliplar. Sharnoresi ham bor ekan. Mana mishalka deyilgan, mana bu mishalka. Mishalka ekan unimiz. Mishalka. Qoliplar bor. Qoliplar hammasi mustahkam, yaxshimi? Xudo xolasa germetikada yanalmaydigan qoliplarimiz aka. Zagi ruschalardan bir dona qolipimiz 8 ta ruchka qisib turadi aka. Taglari 8 ga to'g'ri profildan bo'lgan. Bu liniyaga tushadigan tayyorlangan qoliplarimiz. Profillarni o'zgartirish yoki boshqa qolip sotib olish shart emas ekan. Hammasini bitada chiqarib olyapmiz ekan. Upakovka qilib qo'yishdi mana, ko'ryapsiz, yangi qolipdan 3 ta berishadi, bitta mishalka berishadi, yanachi. Xo'p, reska beramiz aka. Reska turadi, uni reska beramiz. Arrasi bor aka, arrasini ham qo'shib beramiz. Bu razmerga olib kesib chiqqan aka arralar. Bo'ldimi shu? Ha, shu bitta komplekt aka. Bitta komplekt. 3 ta qolipi bilan aka, 3 ta qolipi bilan $1,800 dan aka O'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapmiz aka. $1,800 dan 3 tadan qolipi bilan. Qoliplar ana qalam-balam oddiy listdan qilinmagan, ya'ni ba'zilari reklama qilib kelgandan keyin boshqacha gapirish boshladi, lekin bular yaxshi qolip, mishalka, reska, arrasi hamma yo'q komplekt, ishga tayyor holatdagi suv yo'nkislari bor aka, bir tonna. Yo'nkisdan qo'shiladi. Hamma narsasi bor. Nimadir yetishmayotganga o'xshaganda mana 1 tonnaliga 1 tonnali suv bochkasi, tepada 110 litrli suv isitadigan. Barchaga bo'ladi, suv motor hamma yo'q tayyor montaj holatda bo'ladi aka. Ten bu. Suvni isitadi. Tepada endi gazoblok suvda ishlaydi aka. Tagida bochkasini aka, tagiga yarilka oq suvda isitishadi uni. Demak, mana shularning narxi $1,800. $1,800 3 tadan qolipi bilan aka. Juda yaxshi. Xo'p, endi qarang, qanday qilib $1,500 topish imkoniyati bor qish oylarida? Endi aka, bunda asosan qolipini qo'shib olish kerak aka. Misoldan bitta qolip qo'shiladigan bo'lsa, bitta qolipimizdan qoladigan foyda aka 60,000, 70,000 so'mgacha daromad qiladi. Bu da ya'ni 10 ta qolipda ishlaydigan bo'lsa bittasi kuniga o'jaga 700,000, 800,000 xotirjam sibovodni foyda qilsa bo'ladi. Bu da ya'ni bir oydagi 25 kun ishlagan taqdirda ham $2,000. 10 dona qolipda o'zida bo'lib turgan narsa bu aka. Endi aka kimdir 40 ta qolipda ishlaydi, kimdir 50 ta qolipda ishlaydi aka. Chiqaradigan obyomiga qarab turib, qo'shilib ketaveradi ekan. Shunga qarab foydasi ham chiqib kelaveradi ekan. Hozir gazoblokdan magazinlarni qurishyapti, uylarni qurishyapti, undan tashqari ishlab chiqarish joylarini qurishyapti. Ikkinchi etajlar pastda gazoblokdan bo'lyapti ko'p joyda. Ya'ni 2 qavatli ishlab chiqarish quradigan sonlar. Shuning uchun gazoblok zo'r ketyapti. Endi hozirgi kunda gazoblok qanchadan sotilyapti? Hozirgi kunda aka O'zbekistonda o'rtachaga 17,5 ming so'm aka, qaydadir 19 ming sotilyapti, qaydadir 16,5 ming sotilyapti. Endi o'rtasi aka suyuq quyuq 17,5 mingdan sotilyapti. 17,5 ming so'm. Bitta gazoblokning narxi mana shu.
Ha, mana shu yasa bo'ladi. Bunimiz aka rushnoy reskada kesilgan ekan bu. Rushnoy reskada xo'sh. Mana orasini ko'rsangiz aka, taram-taram bo'lib qo'ygan ekan buni orasi. Xo'p, gazoblok reskada kesilgan. Ha, bu mana shu rushnoy reskamizda kesilgan ekan. Rushnoy reskamizda kesilgan, avtomat reskamizga ham borni ham ko'rsatamiz. Hozir qarang, mana shu gazoblokning tan narxi, ya'ni mana shunday yasalishi qanchaga tushadi? Xo'p, aka, hozir bu 9,5 ming atrofida 10 minggacha tushadi aka. 9,5 ming, 10 ming. Endi undan tashqari ustiga haq beradi aka. Misol 2,5 ming so'm, qaydadir 2 ming, 3 mingdan beradi aka bir donasiga. Ha, demak siz ishlab chiqarishga asos soluvchi insonni pulini aytyapsiz, ya'ni o'zi quymaydi. Yo'q, o'zi quymaydi. O'zi texnologiyasini olib kelib qo'yib turib, bolalarni qo'yib foydalanadigan inson aytyapsiz. Ha, o'zi quysa qanchaga tushadi? O'zi quyadigan bo'lsa aka, 10 ming, 10,5 minggacha hisoblanadi aka. Ketadigan rasvodi. Endi uni ichida aka qolipda ketadigan narsa qumni, semeni, mudra, to'ki, soslar ekan unga boshqa qiladi. Obed puli, hamma yo'qni hisoblagan taqdirda aka 10 ming, 10,5 mingga boradi aka. 10 ming bo'ladigan bo'lsa, 17,5 ming g'ish bo'lsa, 7,5 ming, 7 ming so'mdan qolar ekan, to'g'rimi? O'zi ishlaydigan bo'lsa, agar odam ishlatadigan bo'lsa, 3 ming, 2,5 ming so'mni beradi unga. Bir donasi. Qolsa 4,5 ming, 5 minggacha qoladi. Hozir sotish qanaqa, osonmi? Yo'q aka, hozir bunda o'tkali bu yerda bor aka, o'zi hali sexlarga bor ko'rganlar o'zi bilsa kerak o'zi. Zakat 1 oy, 1,5 oy, 2 oygacha o'zi o'chiritdi aka kerak bo'lsa. Men ba'zi bir sexlarni o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Ko'pgina oldida gazoblok turibdi. Shundan bering desa, yo'q, buni olib ketish uchun hozir kutib turibmiz deydi. Sizga boshqa quyib beramiz deydi. Qachon desa 1 haftada yoki 2 haftada tayyor bo'ladi sizga gazoblok deydi. Shunaqa o'chirta turar ekan. Ba'zilar yozishyapti hozir. Buni quyishga quyamiz, lekin uni sotuvi qanday bo'ladi deydi. Endi buni sotuv aka hamma narsa ham albatta reklamaga bog'liq. Misol u uyga olib kirib bitta yerda kuysa, u reklama qilmasa, u yonidagi qo'shnisidan, boshqa mahallasidan boshqa hech kim bilmaydi edi kuylab turamiz. Reklama orqali sotiladi ekan. Eng zo'r reklama, misol uchun siz quyish o'rgatib qo'yasiz-ku, nimani qanchadan qo'shishi, xuddi shunday qilib quysa eng zo'r reklama bo'ladi. Sabab ba'zilar sementini, boshqa narsasini ozroq soladi-da, yaxshi chiqmaydi-da, bir marta olgan inson boshqa joyga virus tarqatadi, uni gazoblokdan olmanglar deb. Ana anti reklama bo'ladi bunda. Ya'ni reklama emas u. Do'stlar, agar ishlab chiqaraman desangiz, gazoblok qoliplari, reskalari, mana bunda ajoyib qoliplar ham bor ekan, misholkalari bor ekan, o'rgatib qo'yaman deyapti. Endi aka hozir bu katta tovon tuyatib oladigan bo'lsak, eng arzon agashi 1800 dollardan boshlab aka bizda. Endi misoldan hozir zavodlar bor aka, 25 ming dollar, 18 ming dollardan boshlagan zavodlar bor aka. Endi kimdir uni olishga imkoniyati yo'q aka. To'g'ri. Misol shu ishni qilmoqchi, qilib turib, misol oila boqasi, bola chaqasini boqmoqchi ekan. Eng arzoni 1800 dollardan 3 tadan qolip bilan qo'yib beramiz aka. Qo'shimcha qolip aka 220 dollardan 300 dollargacha qoliplarimiz bor aka. Qo'shilib ketaveradi. Xo'p, endi aka bu yoqda avtomat reskalarni oladigan bo'lsa, liniya qiladiganlar, misol kattaroq ob'emda chiqaradiganlarga liniyani tavsiya qilib qolamiz aka. Bu endi qo'lda. Bu rushnoy variant aka. Hozir bizda endi variant aka hozir. Endi ikki kishining ishini bitta apparat bajaradi. Albatta aka, bunga misol, bunda ikkita odam обязательно bo'lishi shart aka. Bo'lishi shart. Bunda shart emas. Agar misoldan buni qimmat siraydigan bo'lgan taqdirda ham aka, buni olib qo'yishadigan bo'lsa, 3 oyda pulini oqlab tushib ketadi aka. To'g'ri. Pulini 100% oqlab tushib ketadi aka. Avtomat reskalarimiz ham xudo xolasa eng oxiri paketlerdagi avtomat reskalar aka. Bitta knopkani bosib, keyingi qolipdan kelgan ketaveradi. Hali ba'zi joylarda ko'rsangiz aka, knopkani bosib o'tiradi, qolip pastga tushib kesib, tepaga chiqingiz bitta odam bu yerda turadi. Buni shuna universal qilib tayyorlangan aka, bitta knopkani bosib, keyingi qolipdan olgan ketaveradi. Avtomatik o'zi kesib, o'zi ko'taradi tepaga chiqib aka. Ko'proq ishlab chiqarishga qiziquvchi insonlar uchun kerak, Kuniga misol uchun 1000 dona ishlab chiqaradi-ku. Shunaqa ekan. Shunaqa. Kesish uchun oson, udobni kesish bo'ladi. Azizlar, qaranglar, shunaqa kattaroq joy qilib ishlab chiqaraman deydigan bo'lsangiz, ko'pgina qolipdan olib, mana bu insonga yuzlanaverasiz. Burimiz aka hozir 10 ta qolipdan 6,5 ming dollardan boshlanadi aka narxi. 10 ta qolipi 10 ta qolipimiz mishalgamiz kiradi aka ichiga. Mishalga kiradi. Bitta avtomat reskamiz. Suv yo'nkisi bular aka hozir 1 tonnali ko'rsatib, bular 2 tonnali bo'ladi. Ko'proq bo'ladi. Dapavdir 20 ta qolib ketadigan suv bochka beriladi bularga aka. Обязательно. 6,5 ming dollar ichidagi uyda egasi bizga joyda egasiga tagiga betonni kuydirib beradi. Bo'ldi, joyda beradi xolos. Liniyani u boshiga bitta, bu boshiga bitta elektr tushirib berishadi aka. Qo'yani pulni sanashadi, joyda sexda
Hozir qarang, 6,5 ming dollarga bitta avtomat reska, Xo'p. mishalka, Mishalkamiz kiradi aka. Xudo nechta xolasa qolip? 10 dona qolib 10 dona ana bu qolipdan suv bochkadan nechta? Suv bochkadan 2 tonnalik bitta suv bochka beradi. 110 litrli suv shablon bochkasini beradi. И undan tashqari ten. Ha, ten u motor suv obratga qaytish hamma yo'g'i bo'ladi aka uni komplekt ichida. Ishga tayyor holatda. Bizga shu joyida berishadi, ikki tomonga elektr tokini tushirib berishadi, bo'ldi aka. Shu bilan mahsulotni qabul qilib olishadi, bo'ldi aka. Ha. Zo'r, misol uchun bitta sexga asos solaman deydigan bo'lsangiz, ishlab chiqarishga 20 ming, 25 ming, 30 ming dollar pul ketadi. Hozir bu yerda agar mana bu narsalar bilan boshlayman deydigan bo'lsangiz, 6,5 ming dollar ketadi. Misolan, xo'p 10 ta qolib kamlik qiladigan bo'lsa aka, dabavitini qo'shib olinadigan qolib, bular avtomat reysga tushadigan qoliplarimiz aka. Liniyada yuradi. 230 dollardan boshlanadi aka. 230 dollardan boshlanadi bir dona qolib. Misol 10 ta qo'shib oladigan bo'lsa 2300 dollar. Bir kunda hozirgi havoda 10 kuba chiqaradi aka. 10 dona qolibimiz 5 kuba chiqaradi aka. Hozir chunki havo harorati pastlagan aka, bir marta ob'yom aylantirib oladi xolos. Erta yoz kuni o'tgandan keyin 10 ta qolib, 20 ta qolib vazifasini bajaradi aka. 2 marta aylantirib olsa bo'ladi. Hozir mana shu avtomat reskani o'zi necha pul turadi? O'zini avtomat reskani o'zini olaman degan akalarimiz 2000 dollardan aka O'zbekiston bo'lib dastavka ustanovka ichida qilib beramiz. 2000 dollar. Necha elektrga ishlaydi? 220 ga moslangan aka bu. Holasi chiqsa, holasi 220 ga. 220 ga ham ishlaydiganda, slab ishlamaydi bunda, yaxshi. Yo'q, aka, 100 ga 100 javob aka. Razmerlari aka, xudo xolasa 10lik, 15lik, 20lik, 25lik, 30lik, 40lik chiqaveradi aka razmerlar. 6 xil razmeri bor ekan uni. Polistiroblokcha, polistiroblok apparatlari. Polistiroblogimizda aka, o kichkina minida kuysa bo'ladi aka. Yuring chiqani o'sha polistiroblokni ham bir ko'raylik, gazoblokni ko'rdik. Xo'p, mana bu polistiroblok uchun bu? Bu aka, bunda xohlasan aka polistiroblok kuysin, qolib pishaveradi. Gazoblok kuysa ham bo'ladi aka bunda. Unaqa shuni reska shart emas, chunki avtomat reskada kesilgandek bo'lib chiqadi. Ichilariga lis tushadi. Pilusiga aka penoblok kuysa ham bo'ladi, xuddi shu apparatda. Bunda hozir gazoblok, polistiroblok, polistiroblok. Endi unga gipsoblok kuyadigan bo'lsa, kompressor olishadi, mikser, astvor bachok, penagenator bo'ldi. Sizdan olishadi agar xohlasa. Ha, xohlasa o'zi qilsin, xohlasa bizdan olsin aka. Biz endi eng mini variantini chiqarib qo'yganmiz aka bu yerga. Polistiroblok uchun nimalar olish kerak mana shu yerda yana? Qolipdan tashqari. Qolip u mishalkasini tayyorlab beramiz aka. Mishalkasi bo'ladi aka. 220, 380 ga, chuvozga 220 ga ishlaydigan. Zakasiga qarab chiqarib beraveramiz aka ularni. Hozir mana bu nimani mishalkasi? Buniki gazoblok aka. Gaz, mini. Ha, mini gazoblok aka. Azizlar mana qaranglar, bu kattasi bu. Bu kattasini aka. Bu mitani mishalkani kattasi, bu kichirog'i. Bu nech litrli, bu nech litrli? Xo'p, aka bu 0.43 formamiz. 20-30-60 razmer ash qolipimizning bittasini to'ldiradi bu. Ha. 43 forma o'zi ko'rib yurganlar tushunadi aka uni. Bu qaysi qolip? Bu uni yarmi aka. 43 forma yarmi 6 ta chiqaradi bunda bitta tayyorlaganda. Mana bundan 6 ta chiqadi. Ha, 6 dona chiqadi ekan. 3 ta qolipni to'ldirar ekan. Bunga reska ham shart emas, chunki o'zi kesilgan holatda turibdi mana. Alloh ajratilgan. Gazoblok quyaman deydigan bo'lsangiz yoki gipsoblok, pinoblok, polistiroblok quyishingiz ham mumkin. Bu bunga nimalar kiradi ya'ni? Mishalka hamda 3 ta qolip. Ha, aka bunda hozir 200 litrli suv bochkamiz bor, shablon bochkasi ham bor. 45 litrli. Shuni tayyorlab uspet qila olmaganimiz uchun aka, o'sha aloqaga chiqsa Telegram, WhatsAppdan rasmlarni, videolarni tashlab beraveramiz aka. Demak, bochka, ten, ha, обязательно hamma yo'g'i kakib oladi. Reska ham beriladi. Reska shart emas. Reska shart emas, uni ichida o'zi reskasi o'zi bilan borganda shuni mahsulot chiqarib tahlil beriladi aka. Qancha turadi mana shu o'sha? Bu apparatdagi hozir mash turishiga aka 1300 dollardan vodiy ichiga dastavka qilib beramiz aka. O'sha tenlar bilan birgalikda. Ha, hamma narsasini gazoblok kuyishaveradi 1300 dollardan. Zo'r, mana 1300 dollarga xohlasangiz minisini oling yoki 1800 dollarga mana bunaqa kattasidan olib ishni boshlang. Lekin yaxshi, bular ishlab chiqarishadi. Gazoblok tanishlaringiz ham ishlab chiqaradi. Sizni 3 ta 4 ta joyga qilib bergan bu inson. Andijonda, Namanganda, qayerda edi? Ko'p joyga qo'yganmiz aka. Endi Andijonga shu bu yil yaqinda borada bir salkam 10 ta qolip bilan boshlagan, o'zi bir oyga qolmasa 40 ta qolipga chiqardiki, u katta liniya olingan aka. U zakaz shu darajada olib ketgan, haftasiga 10 tadan qolib qo'shib ketgan aka o'sha aka. Foydasiga qolib qo'shgan. Hozir 40 ta qolip bilan ishlayapti. 40 ta qolipda ishlaydi hozir aka. Ana shunaqa qolipdan 40 ta bundan sotib olib, keyin ishni kattalashtirgan. Hozir juda katta ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan bo'lsa. U inson
erta bahor yana bitta xuddi shunga o'xshash bitta filial ochadi yana. Yana bitta qishloqqa misol. Zo'r. Xo'p, bu yerda do'stlar endi gipsoblok, pinoblok deymiz-ku. Ana shuni ishlab chiqaradigan apparatlar. Bulardan ham bor ekan. Agar gipsoblok, pinoblok ishlab chiqaraman deydigan bo'lsangiz, bunga bitta pena generator, 3 ta qolip, ana bu bochka, yana nimalar kiradi? Tumba latoylari bor ekan. Burcha yo'l yuriladigan ishlar chiqadigan bundan mana. Tepa sisma poyezdiga oxirgi qatorga yuriladigan latoy. Kompressor mikseri bor ekan. Ha, kompressor hamda mikser bor. Mikser bor. Ha, ishga tayyor holda bo'ladi ekan bu ham. Borganda sraz bitta qolipga kuy mahsulot chiqarib beriladi ekan. Ha, pulzator ham berasiz, ha? Ha, pulzator qolib bo'lagan. 1000 ta ishgacha boshiga 10 tonna gips yetadigan geligacha qo'shib beramiz sizga. Penasi iladi. Voy, ana. Qancha turadi o'sha bitta komplekt? Bu turish aka hozir vodiychiga 800 dollardan dastavka uстановка qilib beramiz aka. Bu yevro qoliplarimiz bor. Bu menga qimmat, arzonroq deydigan akalarga bundan arzonroqni ham chiqarib beramiz aka. Aloqaga chiqishaversin, puliga yarasha stanoydan tayyorlab berilaveradi aka. Yana undan ham tashqari tomga penashuvoq, penalonbos qilaman, shu ish bilan shug'ullanaman deydigan bo'lsangiz, narxi qancha hozir o'shani? Hop, tomshu apparatlariga 300 dollardan ekan. 300 dollar. Ha, agar buni oladigan odam bo'lsa, tomshu apparati o'zi buni ichida bo'ladi. Ichida bo'ladi. Hop, bochkani oladi, kompressor, mikser, pena generator olib, shu tomga tushib ketsa bo'laveradi. Ketsa bo'laveradi. Shuni sotib olib ham gipsoblok, penoblok qo'yasiz, ham tomshuvoq bilan shug'ullansangiz ham bo'laveradi. Azizlar, juda ham qadrli, juda ham kerakli inson bu usta. Hali bu insonga ko'p ishingiz tushishi mumkin. Demak, zo'r lekin gap yo'q. Xo'p, shunday qilib do'stlar, biz sizlarga gazoblok, polistroblok, pinoblok, o'sha gipsoblok, undan tashqari tomga penashuvoq, gazoblokning 2 xili, minisi hamda kattasini ko'rsatdik. Agar shulardan qaysi biri sizlarga yoqqan bo'lsa, telefon qilib gaplashaverasiz. Men esa ko'rsatuvni shu yerda yakunlayman. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr do'stlar, sog' salomat bo'linglar.